tyume sintez reaksiyasi bo'lishi kerak ekan. Karbon kislotani natriyli tuzlariga natriy gidroksid ta'sir ettiryapmiz. Ushbu jarayonda qaysi alkan hosil bo'ladi debdi. Tamam, reaksiyani yozib ko'ramiz. 1 2 3 mana bu dastlabki uglerodda bittasi metil. Ikkita metil radikali bor ekan. Qavs ichida berib qo'ygan. Mana ikkita metil radikal CH o'ziladi. CH2 keyin CH va bunda bitta metil radikali bor ekan. Keyingi uglerodimiz karboksil guruh saqlagan ekan. Xo'p. Endi bunga natriy gidroksid ta'sir ettiramiz. Mana bu karboksil guruh bilan birgalikda natriy kislorodi bilan natriy karbonat hosil qiladi. Xo'p, qolgan qismida alkan hosil bo'ladi. Asosiy zanjirimizda 4 uglerod bo'lishi kerak. 5-inchisi ham qo'shildi mana. Mana bu metil radikalimiz endi zanjirga qo'shildi. Mana bu qismida bitta metil radikal qoldi. Radikal yaqin tomondan raqamlaymiz. 1 2 3 4 5. 2 metil pentan. Shunaqa javob varianti bo'lsa, o'sha javob olib qo'yamiz. A varianti. Xo'p, virus reaksiyasi boradigan reaksiyalar savollarda to'g'ri o'zingizlar ishlab qo'yaverasizlar. Qismini qoldirdim. 12-birinchi savoldan davom ettiramiz keyingi savollarda.